Assalomu alaykum. Hurmatli bizni kuzatib turganlar. Mana Lacetti muxlislarga bitta Lacetti'miz bor. Juda chiroyli holatda. 2010-yilda ishlab chiqarilgan. Asosini ko'rsating, mashinani aylantirib. 2010-yilda ishlab chiqarilgan. Kraskasini 50-50 deyilaveradi. Bu 30% kraskasi bor deb sotdi bizga egalar. 50-50 kraskasi bor. Mashinaning oldi orqasi butun. Yangi motor bosib qo'yilgan. Motorlarni ko'rsating sizlarga. Egalar aytyapti $700 bir oy oldin yangi motor bosibdi. O'sha o'zining motorini Apple yemaydi, Apple bosib qilmaydigandan. Mana mashina. Bu da chiroyli holatda, yurish-turishlarida muammosi yo'q. 4 ta yangi balon, oyog'ida 4 ta qimmat charm balondan. 4 ta yangi baloni bor oyog'ida. Mana salon holatlari ham chiroyli, bir shilingan, qirilgan joylari yo'q. Agar Lacetti'ning muxlislari bo'lsa, 2010-yilda tevasida Nexia, Matiz, Spark mashinasi borlarga ham kelishaveramiz. Faqat o'zining nomida bo'lsin, Farg'ona viloyatida bo'lsin. Nasiyaga ham beriladi. Mashinamiz $5,500 kami bor, kelishaveradi. Agar $2,500-3,000 pulim bor, yetmay turibdi deydiganlarga Nasiya savdosi ham bor. Agar Nexia ham bor, yo Matiz ham bor, Lacetti olib minmoqchiman deganlarga ham Lacetti bor, Lacetti minaman deganlarga Batiyaga ham kelishaveradi. Faqat Farg'ona viloyati bo'ylab o'zining nomidagi mashinalarga Matiz, Nexia, Spark mashinalariga Batiyaga ham kelishaveramiz. Agar naqd pulga olaman, Nasiyaga olaman degan